Ushbu loyiha Qumqo'rg'on tumani Bobotog' mahallasida joylashgan 606 va 604-konturlar. Bu 604-kontur oktyabr boshida ekilganligi sababli yig'ishtirilib olingan. Bu yerda 606-konturda esa hali pishib yetilish jarayonida va yaqin kunlarda yig'ishtirib olinadi. Ikkalasiga ham piyoz mahsuloti ekilgan bo'lib, xo'jaligi birgalikda ekishgan. Bu dehqon xo'jaliklari jami maydoni 10 gektarni tashkil qiladi va har bir dehqon xo'jaliklariga 60-70 sotixdan to'g'ri keladi. Sotixiga o'rtacha 500-600 kilogramdan yig'ishtirib olish rejalashtirilmoqda va loyiha samarali tashkil etish uchun Milliy bank ushbu dehqon xo'jaliklari va Agro Processing Group MCG bilan birgalikda shartnoma qilingan.